Parang, aynan shunday tarzda Ayshow Speed ilk martadanoq Al Nassrning eng ishtiyoqli muxlisiga aylandi. Bu o'yin faqat Ronalduning yangi soch turmagi bilan debyuti emas, balki Speedning ham Al Nassr rasmiy muxlisi sifatida birinchi qadami edi. O'yin boshlanishi bilan Speed butun ovozini chiqarib, Ronalduning nomini baqira boshladi. Butunining diqqatini o'ziga jalb etishga urinib, ammo Ronaldu unga hatto bir marta ham qaramadi. Keyin penalti berildi. Speed barcha kuchini yig'ib baqirdi: "Men senga ishonaman, Ronaldu!" Ammo zarba ish bermadi. Speed jim qoldi, ishona olmadi. Butun stadion hayratda qoldi. Ammo faqat 1 daqiqadan so'ng sahna butunlay o'zgardi. Ronaldu jahon darajasidagi gol urdi. Speed esa hayajondan o'zini yo'qotdi. Sakradi, yig'ladi, baqirdi. Eng qiziq qismi esa o'yin tugagandan keyin bo'ldi. Speed ketmadi. U Al Nassr muxlislarini go'yo haqiqiy kapitandek boshqardi. Ularni ilhomlantirdi. Ronaldu esa u bilan birga qolib, unga barabanlarni ritmda chalishni o'rgata boshladi. Shu paytdan boshlab Speed uchun Al Nassr faqat jamoa emas, butun yurakka aylandi.